qolmasdan ikkita muhim savollar bor. O'sha savollarga javob berib o'tamiz va litoklar, ya'ni arini kirib chiqish joylari qishda bekitib qo'yapman deyapti. Ikkinchi savolimiz ovqati yo'q, nima qilaylik deyapti. Asalarilar sovuqdan o'lmaydi. Ular yo kanadan o'lishi mumkin yoki ventilyatsiyasini so'raganlari uchun lejak uyalar ventilyatsiyasini so'raganlari uchun lejak uyalar eng optimal qishlatishda eng optimal usuli bu ozgina ovqat bilan qishdan chiqarish. Keyin yana bitta savol bor. Bitta arimda klub yo'q deyishyapti. Ya'ni klubni ochsangiz trutovka bo'lib qolgan. Videoga like qo'yib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa dislike. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Barchalarga assalomu alaykum. Bugun 7-dekabr kunga yakshanba, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida biz asalarilarni ko'rgani keldim. Akam uyda edim. Akam uyiga kelib bir ko'pchilik savol berdi. Lejak uyalarda qanaqa qishlaydi degan savolimiz bor. Asalarilar hozir qishlayapti. Bekka anchadan beri kelganim yo'q. Lekin mana pastlarda uyliklar turibdi. Esimdan chiqib qolmasdan ikkita muhim savollar bor. O'sha savollarga javob berib o'tamiz va stameskani olib kelmayapman. Shuning uchun qo'limda tushuntirib beraman. Birinchi savollardan biri litoklar, ya'ni arini kirib chiqish joylari qishda bekitib qo'yapman deyishyapti. Bu umuman noto'g'ri. Qishda baribir ari chiqadi, mana bir ikkita arilar chiqib o'layotgani bor. Bu doimo ochiq turish kerak. Keyin bu lejaklarda ventilyatsiya qanaqa bo'ladi deganda, ventilyatsiya yuqori qismidan bo'ladi. Mana yuqori qismidan, ya'ni mana bu qismidan, o'zi uy yashillarning teva qismlari ochiq mana. Faqat mana old tomonida ham bor mana. Demak, mana shu oldi tomonidan havo kirib chiqib ketadi. Ya'ni pastdan kiradi, pastdan chiqib yuqoridan mana ular salafan bo'lmasligi kerak. Salafan bo'lsa terlab ketadi. Shuning uchun lejak uyalarda mana bunaqa ko'rpachalar qilinadi. Mana arimizni ko'ramiz. Lekin mana salafan qilgan. Salafanni o'zi aslida yo mana bu qismi, yo narigi qismi ochiq turish kerak edi. Shunda yaxshiroq bo'lardi. Hozir mana arilarni ko'radigan bo'lsak, arilarimiz zich bo'lib oldi klubda joylashyapti mana. Ya'ni bu chekkasida ham ari bor. U yaxshilab ko'radigan bo'lsalar, ichida ari yotibdi. Mana mo'larda ham ari bor. Bunda ham mana eng oxirgi romkasida ham ari bor mana. Uni chekkada turibdi. Ovqat qismi juda ko'p mana. Ya'ni yaxshilab boqib qo'yganmiz. Ovqat qismi mana oldi tomonlarida metlarni ko'radigan bo'lsak, bemalol ovqatlarni ko'raveramiz. Siropni mana olmadi. Ikkinchi savolimiz ovqati yo'q, nima qilaylik deyishyapti. Bu paytda kandi beriladi. Kandiyni mana shu uyani mashit qismiga, mana shu qismiga katta qilib joylashtirib qo'yish kerak. Jichcha qilib bermaslik kerak. Mana shu uya qanchalik klubimiz qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha klubga aylantirib berishimiz kerak bo'ladi. Mana arilar chiroyli bo'lib yotishibdi. Mana uni ham savol qilib berishdi. Buni o'zi olib qo'ysa bo'laveradi. Bu dorini quyganman shunga, shuning uchun dorini hisobidan turibdi. Mana men bunda salafanda yopib qo'ygan ekanman. Salafanda ham yaxshi turibdi ekan mana. Chunki uyani ayrim joylari teshik bo'lsa, bemalol chiqib ventilyatsiya qilib qo'yishaveradi. Keyingi savol bor. Unga mos bitta uyam bor. O'sha uyani ko'rsataman. Ya'ni uyani to'liq o'rab tashladim deyishyapti. U qanchalik to'g'ri? Ya'ni o'sha bitta uya, bir dona uya bor edi. O'shini to'liq qilib o'rab qo'ygan edim. Ya'ni savollarga asosan mashimidikin. Mana. Demak, mana shunaqa qilib o'rab, yonlari bilan o'rab tushirib qo'ysa qanchalik to'g'ri? Bu yaxshi emas.
Bu holat iloji bo'lsa ochiq turish kerak. Men lekin mana yopib qo'yganman. Nima bo'larkin degan ma'noda mana yopib qo'yganim hisobiga musalafani ochib qo'ygan ekanman. Ara jichagina qopti mana. Oxirgi romkada ham ko'rinmayapti. Demak 2 romkada hara o'tiribdi. Shuni hisobiga ozgina bo'lganligi uchun men buni sandaqada qo'yib qo'ydim. Bu yonlari bilan yopib qo'ydim mana bunday qilib. Sababini ko'rdingizmi? Sababi shunaqaki, ari kuchli bo'lsa, har doim jichcha isib ketishi bilan arilar yoyilib ketadi va tuxum qo'yishni boshlaydi. Tuxum qo'yishni boshlaydi. Shuning uchun sovuqroq ushaladi. Ari kuchli bo'ladigan bo'lsa, sovuqroq ushaysiz. Ari kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, arini issiqroq ushashi kerak. Chunki tuxum qo'ymaydi, bu aniq. Mana ari o'rtacha holatda orqa tomonini ochib qo'yganman. Oldidan shamol kirib, ventilyatsiya bo'ladi. Ari hech qachon sovuqdan o'lmaydi. Shuni esdan chiqarib qo'ymaydi. Mana arilarimiz oldi tomonda, pastki tomonda klub chiroyli bo'lib o'tiribdi. Hali ham oxirida, boshida turibdi. Mana bu degani ovqat zaxira juda ko'p, yetarli. Agar yana bir marta qaytaraman, ovqat asalarilar sovuqdan o'lmaydi. Ular yo kanadan o'lishi mumkin yoki shu ovqat yo'qligidan o'lib qoladi. Shuning uchun ovqatni doimo zaxira qilib qo'yish kerak. Mana bu arilar ozgina tevada joylashgan ekan. Mana klubimiz yaxshi, arilar turibdi. Mana 3 romkada o'tiribdi. Bular endi kichkinagina slabiy oilalar. Bular o'sha top o'rmon xo'jaligini arisi bo'lganligi uchun ozgina kuchsizroq. Kuchli arilarimiz endi bizda tevada. Ya'ni bular atvodga, narigilar bizda mana betlarda arilar o'lib yotibdi. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, juda ko'p arilar bor. Bular endi bu tabiiy hol. Arilarim o'lib ketyapti deyishyapti. Bu tabiiy hol. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, arim o'zi bular bir ikkitasi ari ekan. Mana bular ari emas ekan. Demak, kuchli oilalarda taydan ventilyatsiya holatda saqlab turibmiz. Mana mashinalar hammasi ari ekan. Men aytdim, bitta ari hozir uchib ketdi. Demak, tashqariga ham chiqyapti ekan. Demak, arimizni ko'rib qo'ysak bo'laveradi. Bunda qanaqa qishlayapti bu pena uyalarda? Bularni ham bir nazoratini qilib qo'yishimiz kerak. Bitta kuchsizini, bitta kuchligini ochib ko'rsatib qo'yaman. Bunda ham mana ari bor. Bunda ari umuman ko'rinmayapti. Stameskani qilib qo'ydim. O'shda qopda stameska. Pauzani bosib turaman. Mashina bir ochib nazoratini qilib qo'yishim kerak. Chunki umuman ari ko'rinmayapti. O'zi bezovta qilish yaxshi emas. Lekin arini ko'rib qo'yish kerak. Ha, уже bor ekan ari. Qo'zilladi. Mana chiqishda boshladi. Arilar chiqishda boshladi. Demak, ari bor ekan. Bo'l, pastga tushib ketgan. Ovqatni oz iste'mol qilgan. Shuni hisobiga arilarimiz pastda joylashyapti. Bu juda yaxshi holat. Chunki hali tevaga ham chiqmagan. Ovqat yeb tevaga ham chiqmagan.
kuchliroq arilarimiz. Kuchliroq arilarimiz mana endi o'ttada joylashyapti. Klub o'ttada, oxirgi romkada ham bor. Demak, oldi tomonga qarab yetadi. Kuchli arilar bo'lsa, o'zi oz yeydi ovqat. Ko'pchilik ko'p ovqat yeydi deyshadi. Bunaqa emas. Meni hisobimda kuchli arilar ham oz ovqat yeydi. Atvotkani endi bittasini ko'rsataman sizlarga. Bularni mana atvodkalarda tayi yopiq ekan. O mana qo'limga bitta ari kelib qo'ndi. Ari uchib yuribdi. Qayerdadir nimadir muammolari bor. Shuning uchun kuchli arilarni qoldirish kerak. Bular kuchsizroq. Bular o'sha bahorda menda atvodka bo'lgan edi. Atvodka bo'lgan edi. Ko'p ko'rinmayapti, lekin arilar yuribdi mana. Mana arilar yuribdi. Lekin ko'p umuman ko'rinmayapti. Qayerda joylashgan? Bilmadim. Endi bularni bahorda ko'ramiz endi. Debda ochib ko'ramiz. Bularni qarang, pastki qismi yopib qo'ygan ekanman, pastki qismini yopib qo'yganman. Bu degani quruq to'ytayi hech qanaqa. Bu nabrot issiqni bizga usha berib turibdi. Tayini ham ochib qo'ysak, taydan ham, tevadan ham sovuq bo'ladi. Shuni hisobiga bitta ari uchib yuribdi mana. Ichkari issiqligi bilinib turibdi. Bunda ham ko'rinmayapti ari. 3 romka, 4 romka, 2 romka arilar bular. Bularni endi qishga qoldirganmiz. Bu uyalarda qishdan chiqadi. Qishdan chiqqandan keyin bularga narigi kuchli oilalardan sirazi yordam kuchlarini olib beramiz. Umuman ko'rinmayapti. Ovqat ko'p. Shuning uchun pastki tomonga tushib ketgan deb umid qilsak bo'ladi. Endi biz slaviy oilalar bular. Mashinlarda men umid qilganimdek bir ikkita bateriyalar bo'lishi kerak. Mana bunda kuchliroq ekan va oldida tevada joylashgan ekan. Uchishga harakat qilyapti. Bular kuchliroq ekan. Meni hisobimda bu uyda 6 ta bateriya bo'lishi mumkin. 6 ta arini qishdan chiqara olmaslik ehtimolim bor. Hamma ehtimollikdan kelib chiqib aytadi. Menda ham mana shu yerda, mana shu uyalarda 6 ta qishdan chiqarmaydigan uyalarim bor. Men bahorda buni, kuzda buni hisob qilib qo'yganman. Qolgan hammasi yaxshi arilar, yaxshi qishlashyapti. Bular mana kuchliroq. Mana shu kuchliroq oilalardan biz atvodka qilib olib beramiz. Mana bu bunisi kichikroq ekan. Qarang, 2 romkada o'tiribdi ekan ara. 2 romkada o'tiribdi. Bitta chekkadagi romkada ham umuman yo'q ekan. Qaysinisidir kuchligida. Balki bunisidir. Mana bunisi 4 romkada o'tiribdi. Ko'p mana ko'rinyapti. Uchyapti, demak, uchyapti degani tashqari -gradus, ichkari issiq, 38-36 gradus issiq. Shuni hisobiga qishlash zo'r. Ovqatlarni joyida berib qo'yganmiz. Shuni hisobiga faqat kam kelyapmiz. Endi savollar bo'lganligi uchun
lejak uyalarda ventilyatsiyasini so'raganlari uchun lejak uyalarda ventilyatsiyasini ko'rsatib qo'ydim va arilarda bir nazoratini qilib qo'ydim. Hozir uyda qilayotgan ishim asosiysi romka qoqish. Bugun romkani ko'p qismini qoqib bo'ldim. Istameskami bo'laman. Ko'p qismini qoqib bo'ldim. Endi tortib mashina ekish qoldi xolos, mashina qatirish qoldi xolos. Mana lejak uyalarni hammasi mana chekkasini qayirib qo'yganmiz. Yomg'ir kelmasligi uchun 3 ta ari kirib qolibdi. Mana salafan, hammasiga salafan qo'yaman men. Mana ari 1, 2, 3 romkada o'tiribdi. Bu endi tiklanmasa kerak. Ular umid qilamiz, ular tiklanib oladi. Bu tomoni mana. Bu tomonida ham mana salafan. Biz hammasiga salafan qo'yganmiz. Mana ari 2 romkada o'tiribdi. Narigi mana chekkadagi romkada ari yo'q. 2 romkada o'tiribdi. Ular endi sirazi bahorga chiqishimiz bilan yordam kuchlarini berib yuboramiz. Shuni hisobiga eplab olamiz bular. Oilani bo'lmasak bo'ldi biz. Bu yil bo'lmaymiz oilani. Shu oilalar o'zi yetadi bizga. Bularni bemalol tayyorlab olishimiz mumkin. Keyingi yilga qishda undan ham ko'p ari bilan, zich ari bilan qishlaymiz. 17 ta bitta men ko'radigan uya bor edi. Kana tushganida uyaga oila kuchli edi. Kanasini to'kishga harakat qildik. 3 marta doriladim. Mana shu yerda bittasi kuchliroq edi. Mashina lekin shu yerda 3 tasi bor edi. Yo'q, bunisi emas. Shu ikkalasidan bittasi kuchliroq edi. Mana shu ekan. Mana namni ko'ryapsizlarmi? Bu namlik yaxshi emas. Yaxshi emas. Mana uje po'pana ham bosgan. Mana po'pana bosyapti. Nimani hisobiga? Tayi ochiq. Mana shu yerda mana shu oilada men xavotir olyaptim. Har klubga kirgan. Mana shunda ko'proq o'lik bo'lish kerak, chunki kanasi ko'p edi. Pasi yopiq. Shuning uchun ovqat ko'p ekan. Ovqatdan muammo yo'q. Oldi qatorda o'tiribdi. Klub bor. Endi bunga bitta manipulyatsiya qilamiz. Oyog'ini buklab qo'yishimiz kerak. Buklab qo'yamiz. Bir tomonini. Mayog'i jichcha ochiq tursa ham bo'laveradi. Pastdan havo kirib ketishi kerak. Bu oilamizchi havasini ko'rsatib yubordim endi. Mana uyada ari oz, lekin ovqat sanada buyog'i to'la ovqat. Bular bahorda manipulyatsiyasiga ham yetadi, bahorda rivojlanishiga ham o'zini ovqati yetadi deb umid qilamiz. Endi qishlash jarayoniga keladigan bo'lsak, ozgina yaxshi ariga qarab qo'ysangiz, qishdan bemalol chiqadi, muammosiz chiqadi. Balkim 5-6 ta o'lishi mumkin, lekin ko'p qismi aris qishdan chiqadi. Asosiy qiladigan ishingiz ovqatini, kanasini to'kib qo'ysangiz bo'ldi. Endi eng optimal
Qishlatishda eng optimal usuli bu ozgina ovqat bilan qishdan chiqarish. Mana. Ko'ryapsizmi? Oldi tomonda o'tiribdi, hali u yoqqacha 4 oygacha yetadi bu ovqat. 4 oy, 5 oygacha yetadi. Endi bular 4 oy, 5 oy ushlab turmaymiz. Ularni bahordan sirazi o'zini ovqatini berib tezroq razvitiya oldiramiz. Mana shu bilan tugatsam kerak. Hammalarimiz xullas tirik hozircha. Hammalarimizda ovqatlar zaxirasi zo'r. Hamma yog'i chotki. Bitta qiladigan ishimiz endi bahorni kutib, bular endi bilmay qolganmiz. Ularni kech oldik, shuning hisobiga ozgina kuchsizroq. Bularda endi narigi paxtazordagi arilar bilan bulardan sirazi tuxumlarni olib sirazi manipulyatsiya qilib kuchaytiramiz. Buni bahorda ko'rasizlar, ko'rsataman. Inshaalloh. Savollarga javob berdim degan umiddaman. Lejakning ventilyatsiyasi gapirildi. Lejak ovqati yo'q bo'lsa nima qilish kerakligini aytildi. Keyin yana bitta savol bor. Bitta arimda klub yo'q deyishyapti. Ya'ni klubni ochsangiz turtovka bo'lib qolgan. Erka ona ari yo'qolib qolgan. Bechora arilar o'zlari tuxum qo'yishni boshlagan. Mana klub bormi? Klub turibdi. Demak, ona ari 100% bor. Agar ona ari yo'q bo'ladigan bo'lsa, boshqa uyani ochasiz. Mana yonidagini ko'rsatib berak. Mana ikkinchi oilani ochasiz. Bu klub chiroyli turibdi. Mana bu ham turibdi. Bir xil. Kartinka bir xil. 2 romka, 3 romkada o'tiribdi. Endi onasi yo'q arini olasiz. Keyin buni ichiga sirazi qo'yib yubormang. Mana devordan keyin mana bunaqa devor bor. Ya'ni ko'pchilikda bunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni to'sqich. Mana ikkitali. Qarang. Zo'r qilganman. Zo'r tushdi, aniqrog'i. Ochib bo'lmayapti, propolislar tashashibdi. Xo'sh, mana ko'pchilikda bunaqa bo'lishi mumkin. Mana bunaqa devordan keyinoq mana bunaqa qo'yganman mana. Penaplex arini uyi mana shu yerda o'zida isiydi. U arilar chiqishni boshladi. Mana shu yerga qo'yasiz. Mana mekka, mana shu karmushkadan keyin mana shu yerga terishni boshlaysiz. Mana shu ikkita bo'lsa, ikkita, uchta bo'lsa, uchtadan qo'yib qo'ysangiz, o'zi sekin mana qo'shilib ketadi. Birdaniga ichiga sovormang. Chunki страховка qilib olganingiz 1000 marta yaxshi. O'zi arilar sekin ichkariga narigi ona ari bor bunaqa feromon yilib ketadi va mana turtovka bo'lgan arilarni o'ldirib yoki o'zini holiga qaytib oladi. Buni ham aytdim. Demak, arilar chiroyli qishlashyapti. Turtovka bo'lsa, boshqa oilalarga qo'shib tashlashimiz kerak. Bo'ldi, videoga like qo'yib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa dislike. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Biz qishlashda davom etamiz. Hozircha mana nechta oilani ko'rib chiqqan bo'lsak, birortasida bateriya yo'q. Bugun harakat qilaman. Olmaboqqa ham paxtazorga ham borib, arini bir nazorat qilib qo'yish kerak. Chunki o'sha yerdan xavotir olyapman. Ovqati kam oilalar o'sha yerda ko'proq. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda qo'llab-quvvatlab turinglar.